siz bilan energizer qilamiz. Energizer'imizning nomi nima ekan? Kim? Bu deb nomlangan energizer tashkil qilamiz. E'tibor bering, kim bu? Demak, energizer hammamizni diqqatimizni jamlashga yordam beradi. Hozir men guruhdagi bitta o'quvchini ta'riflayman va men ta'riflagan ta'rif kimga mos ekanligini aytasiz. Sizda faqat bitta imkoniyat bo'ladi. Hamma o'quvchi bir martadan aytish, o'zini fikrini aytish huquqiga ega. Tushunarlimi? Sinfimizda bitta shunaqa o'quvchi borki, o'zi ko'rinishi jihatdan juda chiroyli, kelishgan, baquvvat va juda ham erkatoy. Qoidalarga bo'ysunadi. Juda ham zo'r o'qishga harakat qiladi-yu, juda uncha zo'r o'qimaydi-da. Azizlar o'zini aytdi. Yo'q, adashdingiz. Va men buni darslarda ko'p marotaba aytaman, juda erkatoy deyman. Qo'l ko'tarib aytamiz, o'quvchilar balki to'g'ri javob aytgandirsiz, men faqat qo'l ko'tarilgan javoblarni. Ulug'bek, Lazizbek, Alibek, barakalla. Kim edi bu? Alibek dedi, barakalla. Keyingi o'quvchimizga o'tamiz, o'quvchilar. Keyingi o'quvchimizga o'tamiz. Sinfimizdagi bitta o'quvchi bu. U ham juda kelishgan, chiroyli, aqlli va albatta har doim aql bilan ish ko'radi, hech qachon o'z boshimchalik bilan biror narsani qilmaydi va doim tartibni yaxshi ko'rganligi uchun tartib va qoidalarga bo'ysungan holatda yuradi. Uning bitta odati borki, ovozini hech qachon balandlatib gapirmaydi. G'ayrat, Mushtari, Azizali, G'ayrat, kim? Durdona, Azizaliga 3 ta variant. Mushtari, yana Pokiza, Muborak. Nega to'g'ri javob chiqmayapti? Bahriddin, Nurbek, Xurshida, Elbek, Umid. Bu ta'rif masalan u juda ham aqlli, og'ir bosiq degan ko'pchilikka to'g'ri kelishi mumkin. Lekin men aytdimki, uni aqlliligiga yana ham ko'p urg'u beryapman. U doim darslarda faol o'quvchi. Sabinaga Sabinani ovozi baland chiqqanini eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganmiz. Oxirgi o'quvchilar yana bitta ta'rif bilan energizerni yakunlaymiz. Demak, yana bitta ta'rif. Shunaqa bitta o'quvchimiz bor sinfda. Nima desam ekan, o'zini doimo faol qilishga harakat qiladi. Masalan, o'qiydi, izlanadi, balki uni xotirasi juda ham kuchli emasdir. Darsda o'tgan narsamizni masalan 5 baholi qilib javob bera olmas, lekin doimo izlanishda va doimo harakatda va bu unga doimo plus narsani olib keladi. Bu o'quvchimiz kim edi? Durdona, Shohjahon, G'ayrat 5 ga o'qiydi-ku. Quvonch, Lazizbek, Ulug'bek. Men Ulug'bekda faollik sezmayman, masalan darsda o'tirganda. Yo'q. Nimaga? Ta'rif aytaymi? Men bu o'quvchini hech qachon
meni darsimda faol bo'lishga harakat qiladigan o'quvchi bor. Men aytayapmanki, o'sha o'quvchi doimo deyapman, 5 baholik javob bermas, lekin u meni darsimda faol bo'lishga harakat qiladi. Doimiy daftarlari yozilgan holatda bo'ladi. Doimiy